Endi o'quvchilarning depozit summasini qaytarib berishni ko'ramiz. O'quvchilarga kiramiz. Ko'rishni ustiga bosadigan bo'lsak, masalan, To'ychi va Maftunam. Bu yerdan to'lov qo'shishni ustiga bosamiz. Shartnomasini tanlaymiz. 600 ming so'm depozit qilamiz. Depozitni qaytarish shartnoma o'chib ketib qoladi. 600 ming qilib shartnomasini tanladik. Depozitga buni depozit summasi 1.600.000 so'm ekan. Shundan biz 700 mingini qaytarib beramiz. Mana depozit uchun to'lov xulosasi, to'lov yaratishni bosadigan bo'lsak, print qilib chiqarib olasiz va chek raqami talaba To'ychi va Maftuna xona davr maqsadi to'lov usuli naqd depozitga biz qaytarib beramiz. Depozitni shartnomalarga o'tamiz va to'lovlarga ko'radigan bo'lsak, minus qilib bizni hisobimizdan ayirdi. Depozit summamizda jami hisob kitoblar 900 ming, jami to'lovlar 300 ming, jami qaytarishlar. Depozit balansimiz 900 ming qoldi. 1.600.000 edi. Endi 900 ming qoldi. Depozit balansimiz. Shunaqa qilib depozitdan qaytaramiz. Yana bitta qaytarib ko'radigan bo'lsak, to'lov qo'shishni bosamiz. Birinchi depozitni tanlaymiz. Depozitni qaytarish qilamiz va shartnomani tanlab, bu yerdan qancha miqdorda depozit summangiz bor. Mana shuni to'lovini yozasiz. To'lovni yozmasangiz qaytarmaydi depozit summasini. To'lovni yaratish qilib yaratamiz.